Har kuni $50 foyda kelishni boshladi. 2-3 martalab uncha переделка qildik. 4 oy kech ochdik. Zato zo'r ochildi. Shu televiziyaga bitta bo'ling, lider bo'ling. O'zingizga kechroq bo'lsin. Lekin hamma narsani pakomat qilib 100%, ana 80% bo'lsa ham keyin oching. Toshkentda bu zo'r rivojlanyapti fast food. Sistematik tizimga qo'yib tashadi o 20-30 talab. $30,000 оборот, 30% sof foyda. Bu degani $9,000 sof foyda. Bajarmasa bitta mashinasini haligiga taxminaga podarka qilishga kelishganmiz. Tojikistonda Jabbor Rasulov nohiyasida turibmiz. Man Bozorov Adham fast food biznesi bilan, fast food biznesi, ya'ni marojna biznesim bor. Endi fast food biznesi yangi boshlamoqchiman. Shu sizdan shu kitalizlarni arendaga olib, yana boshqa oshxonamizdan masal pastroqda, u yerda marojnaxona oshxona. Endi buni yangi ochamiz. Shunga endi hurmatli biznesmenlar, biron kamchiliklarimiz bo'lsa bizga endi aytib, yo'l yo'riq ko'rsatasizlar. Lokatsiyalarimiz ochishdan bet bu zdaniyani imенно nimaga maqsadi shu maqsadga tanladim. Aslida mana bu taraf mana yangi yakkasaroy to'yxona bo'lyapti. U tarafda ham to'yxona bor. Ki mana bu полный spalniy rayon. Mana pastda 1,5 mingtalik maktabimiz bor. Bu yerga yangi ma'ruf bo'lyapti ki mana yuqorimizda yerda ham 1-2 mingtalik kollej bor. 2 mingta o'quvchisi bor. Bozor где-то 250 metr. Mana yo'ldan yaqin o'sha bizning bozor lokatsiyaga yaqin. Endi dastavka shu sharoitlarni qilsak bo'ladi. Shuning uchun hisoblar qarasak lokatsiya yaxshi. Где-то shuni hisobidan bir 40 ming sarmoya qilyapmiz o'sha. Aha. Shu lokatsiyalarni hisobga olib ham mana yangi bilimlarga ishonib, suyanib suyanib, ana shu 40 ming Yeslicho. Suyanib, men yonmayam turamiz. Qabul. Akamiz o'tgan safar 2 oy oldin kelganimizda seminarga qatnashgandilar. Seminardan keyin o'qiyman deb turibman, o'qishga kirdilar. Eng qiziq joyi kechami aytib o'tdilar-ku, ko'pchilik eshitmadi menimcha, seminarga kelib, seminardan foyda qilib, o'sha qilgan foydani coachingga to'lab kelibdilar. Men eshitmagandim, hali 2 og'iz aytib bering shu joyini. Seminarga bordim. Seminarga borib 700 somonni ba'zi amallab topdim. Yo'q edi pul. Shu pulim yo'qligi uchun pulim ko'p bo'lsa men yoqqa bormayman, pulimni yo'qqa beringlar. Pulim yo'q edi, keyin pulcha o'zimiz nima qilgan, bir ilojga amallar yaqdan qilib bordim, 700 topdim. Xatolarni ko'rdim. Shu yerda endi kamgina qisqa vaqtda o'zimning xatolarimni ko'rdim. Pul topsam o'qiyman deb, qani instrumentlarni ishlataychi deb, yo bir ikkita xatomni salgina o'zgartirdim-ku, endi dollarda aytsak kuniga $50 o'zi nima bo'ldi? Har kuni $50 foyda kelishni boshladi. Bo'ldi, keyin hisob-kitob qildik, $1,5 bo'ldi. $1,200 nimaga o'qishga ajratdim, $300 yo'l ko'raga ajratdim. Endi men o'qiyman. Mana o'qiymiz. Aynan sizlarga realist qaranglar. Endi xudo xolasa mana 1 oy ichida shuncha natija qilgan bo'lsa, xudo xolasa ham 3-4 ta coaching o'qiymiz, lekin 100 barobar qilib olaman. 3-4 ta coaching o'qiydilar, 100 barobar oladilar. Niyatingizga yeting, Allohu akbar. Niyatingizga yeting. Boringizga. Rahmat. Qani ketdik. Bu mana o kuxna qilyapmiz ba'zi. Fast food opa. Sizni nimangiz bu yerda ideyangiz ko'proq. Salimjon aka qal, bu ustolarimiz, bu usta hozir proses. Aslida nimamiz plan bo'yicha bugun открытый bo'lish kerak edi. Birinchiga edi plan. Aha. Ne uspeli. Bo'lmadi. Boya bizda 10 kun arada nima bo'ldi? Sabab bo'lib svet tushib qoldi, o'shalar masalalar bo'lib. Где-то Rashotimiz hozir ustalarni shu mustaqillik bizda 9-sentyabr shaqa xudo xolasa mustaqillikka niyat qilganmiz. Stop. Reklama deydi-ku, xuddi shunaqada. Haligi televizor ko'rib o'tirganingizda qiziq joyda reklama chiqib keladi-ku, xuddi shunaqada. Menga qarang. O'zi darslarimiz qandoq bo'lyapti? Siz necha yildan beri bizni kuzatasiz? Kimdir 3 yil, kimdir 5 yil, kimdir 6 yildan beri kuzatadi. Biz shu vaqtgacha 1,5 mingga yaqin video qo'ydik YouTube'ga. Juda ham ko'pchilik bilim olyapti, rivojlanyapti. Kommentariyaga rahmat ustoz desa, maza qilaman to'g'risi. Sizlar qancha o'rgansalaring, rivojlansalaring, manfaat topsalaring, shuncha xursand bo'laman men, chunki Alloh o'zi sizlarga yordam beryapti, qo'llab-quvvatlayapti. Hammasi Allohdan. Ana endi
Men nima uchun to'xtatdim? Birinchisi, barcha fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar, чтобы sizdan keyin boshqa odamlar ham o'qisinda, ular ham foydalanib manfaat olsin. Ikkinchisi, yana ham ko'proq bilim olish xohlasalaring, realni olgan bilimlaringni qoniqtirmayotgan bo'lsa, yo'q ustoz, men yana ham ko'proq o'rganaman degan fikr bo'lsa, biz Focus deb ataladigan Telegram kanal ochdik. Juda ham zo'r kanal. Bu zo'r yangi proyekt. Bunda YouTube'ga chiqmagan, Instagram, Facebook'larga chiqmagan eng go'shlik zo'r bilimlarni berib boramiz. Har kuni videolar, bilimlar tashiymiz. Undan tashqari offline yoki Zoom'da uchrashuvlar qilib turamiz. O'shaning uchun hoziroq shu guruhga o'tib olishingiz mumkin. Pastda kommentariyada silka qoldiramiz. Ustiga bosib, ro'yxatdan o'tib kirib oling. Realniy maza qilib bilim olaylik. Toki bu olgan bilimingiz nafaqat sizga, komandangizga, biznesingizga, kelajakda farzandlaringiz uchun ham manfaatli bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Tugadi, davom etamiz. O'sha hozir mebellarni zakaz qilgan hammasi keladi. Tashqari, ichkari mebellar tayyor, оборудование tayyor. Просто o'sha kamdan nimasi qo'ygan, kraska. Shu nimalarni qilsak, xudo xolasa harakat qilib ochamiz. Shu fast foodning tashqarisi marojna bo'ladi. Nimamiz bor edi? Proyekt dizaynimiz bor edi, uyda qolib ketibdi. Telefonda bor. Qabul zo'r. Bizni ichimizda fast foodimiz qani? Ha, xabarimiz bu joyni ham birga tanlagandik. Qabul. Endi ikkinchi etaj kerak emasdan yerdan. Ha, xuddi shu ikkinchi qavatda. Ha, mana yerdan yo'l bor, ikkinchi etajga chiqadi. Ikkinchi etajga ham xod bor bu yoqda. Ha, u hali remont bo'lyapti. Yo'q, endi hali bir marta birinchi etajni boshlaylik. Bo'ldi. Qabul. Ish boshlansa, keyin ikkinchi etaj отдельно qilaveramiz. Qilamiz. Shogirdni. Bu yog'igini yoqqa yegizamiz. Qoyil. Qani bizni Samsultan shu yerdami? Shu yerdami? Qani sovetlardan bering endi. Yo'q-ay. Men endi boraman yoqqa. Bo'lmaydi. Yoqqa bor. Endi o'sha oshxonada endi nima qilamiz? Eng qizig'ini aytaymi? Bizda Salimjon akamiz bu normalniy, tam falon kunda bitiraman deb bitirolmay qolish bu normalniy. Normalniy-a? Normalniy. To'g'ri orqaga tortdi. Endi boshlayman desak, ustoz bo'lmayapti, ulgurmayapmiz deydi. Mana buni noto'g'ri qilibmiz, endi o'zgartiramiz deydi. 2-3 martalab uncha peredelka qildik. 4 oy kech ochdik. Zato zo'r ochildi. Ochilganda ham bomba bo'ldi. Borish kerak. Shunday deyapti, bular ham ochganini qo'ymaydi, ochmaydi, olib pichi borsan. Men ertaga ochaman, yo'q, ol 1 oydan keyin ochasan sen dedi. Ertaga ochaman. Aynan. Hali tayyor emasman. Agar ochaman degan tochni kaltak yerdi. Mana shu imенно mana shu biznesda boshlash, buni qurish, zdaniya qilish, atmosferani qilish boshqa narsa. Men boshqalarchimen qildim. Mana bu odam temirli biznesni odam qiladi. Mana bu odam sim biznesi qiladi, plasmas biznesi qiladi. Uni qilish oson narsa, atmosferani yasash oson narsa. Biz maqsad, strategiya qancha vaqtga shu ishxonani kelajagi 5 yillikmi yoki 1 yillikmi yoki 6 oylik yoki 3 oylik 1 oylik shuni qo'yib turib keyin o'shanga qarab ish qilishimiz kerakda. Shu strategiya maqsad. Shu territoriyaga bitta bo'ling, lider bo'ling. O'zingizga kechroq bo'lsin. Lekin hamma narsani upakovat qilib 100%, ana 80% bo'lsa ham keyin oching. Qolgan 20% Ish davomida. ish davomida jarayonda o'zi ko'rinib bekilib ketaveradi. Qabul. Lekin bu hali 10% emas. Mana. Bitgan taqdirda ham 20% emas, 50% ham emas. Marketing 0. Komanda qilayotgan bilan qilib berdi. Buni sotuv, marketing yo'q, hech narsa yo'q, brend bor. Reklama yo'q. Farsovka yo'q, pakovka yo'q, qog'oz. Muhammad aka, bitta suhbat qilaylik. O'shanga logotipga qilib chiqaring. Yo'ring, bitta vulkan bo'ling. Bu keyin sizga o'zingiz uchun, lично o'zingiz uchun rezultat beradi. Demak, bitta yutuq qiladigan bo'lsak, bu yerni ochishingizga sizga ruxsat yo'q.
Siz albatta Samsultonga va shunga o'xshagan joylarga 3-4 tasiga borishingiz kerak. Undan keyin ulardan xulosalaringizni bu yerda ishlatishingiz kerak. Men nimaga kuni ham e'tibor berdim? Salimjon akam bilan biz Xorazmga bordik-da. Xorazmda bizni millioner o'quvchimiz bor, juda ham kuchli. Borganda kim bor ichimizda? Havas qilib keldikmi? Havas qilib keldik. Tam oyiga ham juda ham oborotlari yaxshi, sistemani qilib tashagan. Juda ham zo'r, havas qilsa bo'ladigandek. Biz borganimizda sirasi restoranga kiryapmiz, aeroportdan chiqyapmiz, restoranga kiryapmiz. Kirib o'tiribmizda, sirasi Salimjon aka o'sha boshqacha atmosfera, boshqacha ko'rish, hamma narsalar rasmga olyapti, videoga olyapti-da. Даже biz o'tirgan joyimizda oshxonasigacha kirib chiqdi-da. Tushunasizlar, hamma joy ko'rib chiqdi-da, analitikada. Yana yerdan chiqdik, tam boshqa kechqurun bir yoqqa o'tirgani bo'lsak, yana analiz ketyapti-da. Ya'ni o'zini sohasida полный analizda yuribdi. Siz ham qayoqqa borsangiz mana shu sohada analizda yurasiz endi. Bu muhim bu. Chunki siz boshqalardan o'rganib qilish osonda. Mana 2 oy o'qib olsizlar, o'qiganlaringga qaraganda mana bu yig'ilish kattaroq narsa beradi. Chunki yerda eshityapsizlar, bu yerda ko'ryapsizlar. Bu realni zo'r ko'rish boshqacha-da. Mana o'tkazib bir Dushanbeda ham analiz qilganmizda kim bordi Rentakarga mana? Borganlar. Maza qildik-ku, to'g'rimi? Realni ko'rib keldik-ku, amalda millionlari qanday ishlayotganini. Xuddi shunaqada ko'rish boshqa narsa. Eshitish bu boshqa narsa. Siz ko'rishingiz kerak aka. Kelishdiga real amaliyotda ko'rasiz. Mana Salimjon aka ruxsat berdingizmi borgani? Bo'ldi. Mana shu yerda o'zlarida mana xo'jalik doner bor-ku, o'shani oldiga boring dedim. Men fast food o'zini ishlatmaganman, lekin tushuncham bor. Fast foodni nima o'zi? Birinchisi, ikkinchisi marja qanday? Keyin komandasi bor ekan. Uji logo qilgan, brend qilgan, nashrasiya qilyapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi to'yingisini ochyapti. Kecha borib to'yinchi o'yini ham kirib ko'rdik. Siz ketib qoldingiz. Kechasi birgacha bildingiz. Siz o'shanda kim menga zadani yoza oladi? Azizbek Zaynit. Kirillcha yoza olasizmi? Siz yozing, ketdik. Zadani yozing, men hech kimga yozasiz, zadani yozib ketamiz. Demak, birinchi qiladigan ishingiz Telegramdan yozib keting. Birinchi qiladigan ishingiz Samsultonga borasiz, aylanib ko'rib kelasiz, buni remont qilish bo'yicha, joylashtirish bo'yicha, atmosfera bo'yicha juda ham yaxshi qilgan. Borgan odam maza qilaveradi. Bu bir. Borib ko'rasiz. Ismlarini aytib, 1 2 3 deb zadaniya bo'laveradi. Zadaniya bilan, bo'laveradi, Samsultonga borishdi. Ikkinchisi, bezu qilib qo'yinglar telefonlaringga iltimos. Ikkinchi qiladigan ishimiz, Xurshid akam bilan men aytaman, tanishtirib qo'yaman. Xurshid akani borib, ichkarilarini ham ko'ring, maylimi? Tashqarisini ham ko'ring. Tanishtirmasimdan oldin borib klient sifatida kirib yeb ko'ring, maylimi? Chunki tanishtirgandan keyin xo'jayin bilan birga borgan boshqa, o'zingiz klient borgan boshqa. Povrimni olib borsam, dak, borib yeb ko'ringlar. Komand o'zingiz emas, bitta o'zingiz tushunchangiz yetmaydi. komandani olib boraman. Mo'min обязательно. Siz komandni u ishlab boradigan, o'shani yetadi. Qabul. Tushundingizda, klient bo'lib boring, keyin xo'jayin bilan borasiz. Xo'pmi? Birinchisi klient bo'lib borish, keyin xo'jayin bilan borish. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, Toshkentga borasizlar har safar darsga. Toshkentda bu zo'r rivojlanyapti fast food. Sistematik tizimga qo'yib tashadi, 20-30 talab. Har safar borganda obed payti yoki ujum payti to'g'ri fast foodga boring. Kelishdikmi? Hech kim xafa bo'lmaydi. Ikkita bitta kursdosh yetalab olgan analizga, "Men senga bugun yeriyman fast food, men bilan borasan" deb ayting, yo'q demaydi. Tushundingizmi? Yo'q demaydi. Yetalab borib, boshqa fast foodga borib o'tiringlar-da, ujunga. Darsdan keyin. Yemasalaring ham mayli, lekin sotib olib, ta'mini ko'ringlar. Bu videolarni siz uchun foydali bo'lishi va manfaatli bo'lishi uchun tayyorladik. O'z fikringizni, o'rgangan narsalarni, insightlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ustoz, yana ham ko'proq bilim olmoqchiman, yana ham tezroq rivojlanmoqchiman degan fikringiz bo'lsa, biz aynan shunday insonlar uchun bir proyekt qildik. Bu Focus Telegram proyekti. Siz bu proyektda har kuni men bilan birga bir gaplashgandek bo'lib, eng oxirgi ma'lumotlarni olasiz. Instagramda, YouTube'da boshqa joyga chiqmaydigan o'ta zo'r bilimlarni aynan shu kanaldan olasiz. Bu kanalga a'zo bo'lish uchun pastda kommentariyada silka orqali kirib a'zo bo'ling. Kelishdiga?
qani? Muhim bu. Muhim bu. Borasiz kelishdiga, yozinglar Toshkentga. Nechta darsimiz bor? Nechta dars bo'lsa, har safar boshqasiga borasiz. Bu zo'r analizga yordam beradi sizga. Kelishdiga zo'r. Ketdik. Yana nima takliflari bor? Labbay. Bomba. Men qarang, yangilik yaratib o'tirmang. Velosipedni davno yaratib bo'lgan. Kopirovka. Просто birga bir kaprovka. Faqat kimni kaprovka qilishni, ya'ni qaysi modelni, KFC'nimi yoki bo'lmasa bir narsa burgerimi yoki tam boshqanimi, Evisnimi. O Toshkentda o'zida birinchi nomada shu o'zbeklardan Fidap menimcha chiqqan. Bu ketdimi? hammasini o'zini klienti bor, o'zini segmenti bor. Oqtepa lavasham boshqa, o'sha Fidap ham boshqa-da. Bir o'tirib ko'ringlar. Bir-biriga o'xshashi O'xshash, boshqacha baribir. Segmenti bor o'zini. Shunga bittasi zo'r deya olmaymiz. Bitta borib ko'raversin, o'ziga yoqqanini oladi. Fidap ham zo'r, Oqtepa lavash ham zo'r. Kelishdiga o'shandan andoza olamiz. Balki o'shandan bitta mutaxassis ham olib kelarmiz. Xo'pmi? Uni o'ylab ko'ramiz. Yana takliflar ketdik. Andoza degan nima? Da, ko'chirish. Kopi. Kopirovka. Kopi. Da. Brend, touch food bet. Touch food endi bugun asli kelish kerak edi, qayerda deb usbet qo'ygan. Ertaga o'sha polni nakleykalar bo'ladi, o'sha tepaga yozuvlar, brendlar qo'yiladi. Touch demak Tojikiston. Da, food bu kompleks. Qabul. Touch food. Qabul. Ma'qul. Okay. Marketingni boshlash kerak. Ballar bilan gaplashib shartnoma qildik, toqqa borgan ballar borku, 3 oylik shartnoma qilish. Ular lishni brendga ishlaydi. Marketingga ham yordam qilamiz. Yordam qilamiz. Kelishdik, Qabul bo'ldi, marketing yozing. Marketingga ham yordam qilamiz. Kirib ko'ring. Hozir keyin marketingga Ishimizda nima bor. bilan Besh-olti Muhammadjon yuz akamni bor. ishlayotgan bo'ldik. Bozor akamga xayrimi? Unchalik emas. Lishni brendga bozorda ko'proq. Lishni brend. Boshlashding. Akod menga nima qilavuradi ekan, Akod Usmonovga qildi, buyoqda bo'luvdi menga. Aytuvding. Ha, все, yozing. Ayko. U ham muhim. Yana ketdik, nima takliflar? Samsulton bilan gaplashsangiz, bular juda ham yaxshi brendga haligi brendbuklar, logotiplar jo'r qilgan. Bir borsangiz ko'rib kelasiz. Realni. Mana Samsulton so'zi boshida yo'q edi-da, to'g'rimi Salimjon aka? Samsulton so'zi yo'q edi-da boshida. Salimjon aka Samsulton so'zi yo'q edi-ya. O'zlaring keyin qo'ydilaring, to'g'rimi? Ha, ChatGPT'dan topdik. Bozorga kelib 6 oy nom o'qitadi. Kelamiz 12 ta nom tashlaymiz. Shu o'tirib bitta o'qitib ko'rib, Samsungdan chiqardi. Ma'qul. Gruppaga tashladik 96% nom oldi. Hamma rozi. Yalansalar oldi. Qaranglar, bitta sizga yoqadigan bo'lmasin nom. Bitta sizga yoqmasin. Chunki bular nom olib kelyapti, bularga yoqadi, menga yoqmayapti. Menga yoqsa o'g'liga yoqmayapti-da. Keyin to'xta dedik. Gruppaga tashlaylik dedik, ovozga qo'ydik. Eng ko'p ovoz yiqqanini tanladik. Chunki bu nom klientga ham yoqish kerak-da. Klient-ku degan. Tushundingiz-a? Ovozga qo'yamiz. Ketdik. Yana qanaqa takliflar? Akamizni biznesi rivojlanishi uchun nima takliflar bera olamiz? Luboy taklif aytinglar, luboy jinni g'oyani. Zo'r, g'oyasiz zo'r. Sami gilamli shu narsa bor-ku. Bu o'zi katta narsa. Erishganingiz yo'q, bilingiz sizga erishdingiz. O'zi katta narsa bu. Nenormal odamlarni ichida bilingki eng nenormal zo'risiz. Hozir shu gapni gapirganda tashqarida hammasi deyapti. O'zi keldi-ku mana hamma aytyapti, mana deyman, to'g'ri. Lekin bu o'zi g'oyani o'zi bilingki zo'rsiz. Eng zo'riga ishonish. Eng zo'ri bo'lishingizga ishoning bo'lasiz. Ishoning bo'lasiz. Bir paytlar men eslayman-da, Salimjon akam bilan birinchi marta tanishganimizda, o'tirganimizda, endi muammolar ustidamizda endi. Endi odamda muammo ko'paygan payt boshqacha muammolar bo'ladi, ishi zo'r bo'layotgan boshqa paytda bir qancha muammolar muhokama qildik-da Salimjon akam bilan. Endi o'ylab qarasak, hozirgi holatimiz zo'r-da. Alloh shu bir darajada barakasini beryapti Salimjon akamga. Hozir men havas qilaman Salimjon akaga. Tushunasizlar, men havas qilaman. O'zi ayollari bilan, farzandlari bilan o'qiydi-ku. Farzandlarining kuchliligini qaranglar bularni. Birovlari biznesini rivojlantirib kelyapti. Bolalari o'ziniki tugul. Havas qilsa bo'ladi-da. Ya'ni eng zo'rini ishoninglar. Eng zo'ri bo'lishiga ishoning.
Kelishdik, qabul. Ketdik. Rentakar. Никогда не переставать учиться, потому что человек на любом уровне может совершить ошибку. Опа. Тебя обратно. Даже на минус. Постоянно o'qib borish kerak, u изучение bu qilib kerak. Izlanish. Bitta misoli bilan aytaman, o'zini misolida aytaman-da. Aka plyus minus millionga chiqqan odamda bitta mashinadan shu urovingga chiqdi. Hozir Tojikiston bo'yicha nomer 1 rentakar bo'yicha. Nomer 1 men garantiya beraman sizga, nomer 1. Borib ko'rib keldim ko'zim bilan. Ko'rib keldik Salimjon aka, ko'rib keldik. Nomer 1, gap yo'q. Tan oldik biz nomer 1. Endi bitta mashina shu urovingga chiqdi-ku. Ha endi men millionga chiqdim-ku, bo'ldi-ku degan gap yo'q-da. Yo'q-da. Keldi, o'qidi, menga darsda o'tiribdi. Hamma aytyapmiz, davaydi, stakanni bo'shatinglar, nolib o'tiringlar. Nol bo'lib o'tiribdi. Nima desa xo'p deb yozyapti. Men buni bilaman. Yo'q unaqasi. Xo'p bo'ladi deb yozib o'tiribdi. Ayollari bilan keldi. Barakasini bersa, ayollari ham rivojlandi. O'zlari ham rivojlandi, bu sistemani uncha-muncha qo'ydi. Eng qizig'i darsga kelyapti-ya, qoniqmayapti. Kecha Xitoydan yana dars o'qib keldi. Xitoyga bordingizmi? Xitoyga borib darsga qatnashib keldi yana. To'xtash yo'q. Hozir analiz qilib yuribdi hamma davlatlarni, rentakarni boshqa davlatga rivojlantirishga harakat qilyapti. 9 числа в Дубае начал. Ana. Uje mana oy ichida ikkita davlatga borib keldi uje. Qatarga bordik, Xitoyga bordik. Endi Dubay. Hamma davlatda analiz qilyapmiz. Sizga hozir aytgan narsamiz. Siz Toshkentga boring, hatyobi bular dunyoni analiz qilyapti. Shtob rentakarni qaysi davlatga olib kirish bo'yicha. Tushunasizlarmi? Xalqaro analiz ketyapti bu yerda. To'xtash yo'q, tormoz yo'q. Tormoz degan narsani tushunchasi ham yo'q menimcha. Unaqa tushuncha ham yo'q. Oila shu ma'lumotda oilalar. Постоянно обучение. O'qishdan to'xtash yo'q akalar. Umuman to'xtab bo'lmaydi. Akam bu yerdan chegarani olib tashlagan ekan. Olib tashlagan. Akamga masalan bu yerdan chegarani olib tashlash kerak ekan. Chegara yo'q. Vashshi yo'q. Zo'r uchadi. Stop. Reklama deydi-ku, xuddi shunaqada. Haligi televizor ko'rib o'tirganingizda qiziq joyda reklama chiqib keladi-ku, xuddi shunaqada. Menga qarang. O'zi darslarimiz qandoq bo'lyapti? Siz necha yildan beri bizni kuzatasiz? Kimdir 3 yil, kimdir 5 yil, kimdir 6 yildan beri kuzatadi. Biz shu vaqtgacha 1,5 mingga yaqin video qo'ydik YouTube'ga. Juda ham ko'pchilik bilim olyapti, rivojlanyapti. Kommentariyaga rahmat ustoz desa, maza qilaman to'g'risi. Sizlar qancha o'rgansalaring, rivojlansalaring, manfaat topsalaring, shuncha xursand bo'laman men, chunki Alloh o'zi sizlarga yordam beryapti, qo'llab-quvvatlayapti. Hammasi Allohdan. Ana endi men nima uchun to'xtatdim? Birinchisi, barcha fikrlaringni kommentariyaga yozib qoldiringlar, shtobi sizdan keyin boshqa odamlar ham o'qisinda, ular ham foydalanib manfaat olsin. Ikkinchisi, yana ham ko'proq bilim olish xohlasalaring, realni olgan bilimlaringni qoniqtirmayotgan bo'lsa, yo'q ustoz, men yana ham ko'proq o'rganaman degan fikr bo'lsa, biz Focus deb ataladigan Telegram kanal ochdik. Juda ham zo'r kanal, bu zo'r yangi proyekt. Bunda YouTube'ga chiqmagan, Instagram, Facebook'larga chiqmagan eng go'shlik zo'r bilimlarni berib boramiz. Har kuni videolar, bilimlar tashiymiz. Undan tashqari offline yoki Zoom'da uchrashuvlar qilib turamiz. O'shaning uchun hoziroq shu guruhga o'tib olishingiz mumkin. Pastda kommentariyada silka qoldiramiz. Ustiga bosib, ro'yxatdan o'tib kirib oling. Realniy maza qilib bilim olaylik. Toki bu olgan bilimingiz nafaqat sizga, komandangizga, biznesingizga, kelajakda farzandlaringiz uchun ham manfaatli bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Tugadi, davom etamiz. Ketdik, yana kimda qo'shimchalar bor? O'zingizni ma'qul rangni tanlab oling. Men shuni aytmoqchi edim. Shuni ko'rganda siz bilasiz. Zo'r. Ana shunga qattiq Brendga kelajakda tashlaylik Brandbook deb yozib qo'ying. Brandbook. To'g'ri. Brandbook deng, bitta brandbook cho'tka qildiring. ChatGPT gaplashing, zo'rlarini beradi, lekin mutaxassis bilan oxiriga yeting. O'sha fasadingizni ham hozir o'shalarni qilishingiz kerak-da. Hali shoshilmasdan Ochishga hali bor ekan xullas aka, ishoning bor ekan hali. Hozir mashqlar qilish kerak. Ochishga bor ekan hali.
Bugun erta ochish kerak emas bu yerda. 10 kun ham kam. Yana takliflar bormi? Qabul. Nechta bo'ldik? 8 ta normalni. Normalni. Всё. Shu kechda xudo xolasa ishlatsak, ochsak, bu yil yaxshi ishlasak, keyingi yil oxirigacha qancha foyda qilmoqchimiz o'zi? Endi niyat bir kunlik оборотimni aytaymi? Bir kunlik Xo'sh. оборотim $500. 500 dollarga chiqmoqchimiz. Bu degani 500 dollarga chiqsak fast foodda 30% qoladimi? Sredniy? Bu degani 200, 250, 200 dollar sof foyda bo'ladi. Bu 6000 dollar oyiga sof foyda. Keyingi yil oxirigacha 6000 dollar sof foyda. Normal deymi, kam emasmi? Keyingi yilni oxirigacha xudo xolasa shunaqa inshootdan kamida 5 ta bo'lsa 10 tagacha plan qilgan. Yo'q, 10 ta katta, 10 ta ko'p. Yo'q, ya keyingi yilda nima? Keyingi yildan o'sha shu nimaga направление shunga ketadi. Har yil bitta surib qo'yaylik, bitta surib qo'yaylik. 31-dekabr 2026. Yozing surib. 31-dekabr 2026. 31-dekabr 2026. 31-dekabr 2026. Demak, bir oylikka gaplashaylik, bir kunlikka emas. Bir oylik sotuvimiz 500 dollar bo'lsa, kuniga 15 ming. 20 ming normal nima? Salimjon aka, bir oylik sotuvga 20 ming qo'ysak yo kammi? bir yilga. Bir oylikka. Bir oylik оборотga qancha qo'ysak bo'ladi plan? Bir yildan keyingi rezultatda bu. Ha, 31-dekabr holatiga. Bir yilda erishsa bo'ladimi 20 ming dollar bir oylikka yo 30 ming qo'yilikmi? 20 ming bo'lsa shunda oyiga plus minus 8 ming foyda bo'ladi. Normalnimi? Yo ko'paytiraymi sal? Ko'proq ishlasinmi? Bo'ldi, qabul. Bo'ldi. 30 ming dollar oylik оборот. 30 ming dollar оборот, 30% sof foyda. Bu degani 9 ming dollar sof foyda. 30 ming dollar оборот, 9 ming dollar sof foyda. Har oy 9 ming dollar sof foyda qilasiz. Kelishdigi? Zo'r. Agar bu narsani qilmasa, o'qishdan to'xtab qolsa, 10-ga boraman deb bormasa yoki analizni qilmasa, qancha shtraf qo'yamiz? Masalan, kelishuvimiz bo'yicha akamning shtrafi bor. Biz agar bu yilning oxirigachami, keyingi yilning oxirigachamidi planimiz bor, yozib olganmiz. Bajarmasa bitta mashinasini haligiga taxminaga podarka qilishga kelishganmiz. Shunaqamidi? Kelishib olganmiz, bitta mashinani taxminiy podarka qilamiz. Shunda bitta mashina olamiz, berib yuboramiz. Kelishuvimiz shunaqa, to'g'rimi? Buni videoga olib qo'yganmiz biz. Всё, ketdik. Qancha shtraf qo'yamiz bunga? Bir oylik sof foydasini shtrafga qo'ysangiz bo'ladi. Kam emasmi? 30 ming dollar. Yo'q, sof foydasi 9 ming. 9 ming. 9 ming bo'ladi. 9 ming. 30 ming. Shtraf 10 ming. Kam emasmi? 10 ming kam. Endi Tojikistonda senga qaraganda imkoniyat Shtrafi bosaveringlar, o'zlaridan olamiz. Shu joyga qarsanglar. Men bir tiyin bermayman, qancha bo'lsa o'zlaridan olamiz. Qabul. Yozamiz. Demak, realni o'qish kerak ekan-a? Bo'ldi. Ketdik. 20 ming uramizmi? Normalnimi? 15 mi? Tanlang 15 mi 20 mi? Farqi yo'q, zo'rga farqi yo'q. Qabul, ketdik 20 ming. 20 ming. Bundoq qilamiz o'rtoqlar. 1 yildan keyin shu yerda yig'ilamiz. 1 yildan yig'ilamiz. Akam 1 yilda o'rtacha oyiga 30 ming dollar оборот, 10 ming dollar sof foyda qilish kerak. Agar qilmasa, naqd 20 ming dollar shtraf to'lattiramiz. Kelishdigi, u 20 ming dollar shtrafga hammamiz maza qilib biron joyga borib dam olib kelamiz. Toqqan. Qora qo'yga boramiz a? Ya o'zimizga Shahristonimiz bor, Shahristonga kelamiz. Ha, bormi? Bo'ldi. Всё, qabul. Pulni oylik o'zimiz hal qilamiz. Tamam. Bo'ladimi? O'zimiz hal qilamiz. Bizni pulimizga aralashmang iltimos. Tamam, Qabul. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz hozir Tojikistondamiz. Yangi ochilayotgan fast food biznesidamiz. Mana biz akamiz ism sharifingizni kameraga qarab ayting. Men tojikistonlik Bozorov Adham, shu Jabborasov nohiyasidan bo'laman. Xudo xolasa 2026-yilning oxirigacha оборотimizni shu aytilgan summaga chiqarmasam,
Yo'q, konkretlashamiz. 30 ming dollar bir oylik оборот qilmasalar, bir oyga toza 9 ming dollar sof foyda qilmasalar, ya'ni o'qishdan to'xtab qolsalar, 9, 10, 11, 12, 13larga bormay qolsa, 13ga bor deb yozib qo'y, 11ga. Bormay qolsa yoki shu stirlik qilib ham boshqa tomonga ketib qoladigan bo'lsa, vazifani bajarmasa, 10-20 ming dollar naqd shtraf. Bizdan nima? Biz hammamiz 24 ga yordam beramiz. Qanaqangi svязlar bo'lsa ular beramiz. O'zbekiston bo'yicha, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'yicha svязlarni ham ular beramiz. Prosta aytganini qilsa bo'ldi, qolganini Allohdan Alloh barakasini beradi. Kelishdiga hech qanaqa bahona qilish yo'q. Realni oyiga 10 ming dollar sof foyda qilish bor. 10 ming bo'lmadimi? 20 ming shtrafi bor. Kelishdikmi? Prigovor o'qildi. So, guvohlarni bitta videoga olamiz. Bitta qarsanglar guvohlar. Bitta qarsanglar. So, hurmatli do'stlar, bu videoni Instagramga ham qo'yib yuborasizlar. Instagramingiz bor-a? Совместный qilib qo'yib yuboringlar, если что. Haligi summa degan joyni esga olib tashlab совместный qo'yib yuborasizlar yo o'sha yerga tut qo'yib yuborasizlar. Tit qo'yib yuborasizlar. Bo'ldi. Keyin 1 yildan shu yerda ko'rishamiz, xudo xolasa. Mana oddiy misol, mana akamizni 2 oy oldin ko'rishgan edik. Hozirgi natijasi uje Bitrix bor, CRM bor, sun'iy intellekt bor. Uje ko'rdik ko'zimiz bilan. Buni ham natijasini ko'rishimiz kerak. Qabul? So